Assalomu alaykum barchaga. Demak, navbatdagi kun masalasi yechimini ko'rib chiqamiz. Bugungi masalamiz derivativdagi masala. Demak, bizga jadval berilgan. Umumiy nukleotlar yig'indisi 2x. Birinchi va ikkinchi zanjirdagi ayrim nukleotlar nisbati berilgan. Yozib olamiz. Birinchi zanjirda adenin va sitozinni soni berilgan. Adenin 130, sitozin 0,5x. Ikkinchi zanjirda sitozin va adenin berilgan. Demak, biz birinchi zanjirdan kelib chiqib ikkinchi zanjir sintezlaymiz. Demak, adenin 130 bo'lsa, timir ham bu yerda 130. Sitozin x minus 780 bo'ladigan bo'lsa, guanin ham shuncha bo'ladi. Birinchi zanjirdagi sitozin 0,5x, ikkinchi zanjirdagi guanin ham shuncha, adenin ham bu yerga o'tib qolamiz. Demak, nukleotlar nisbati yozib olindi. Savolda jami nukleotlar yig'indisi bu yerda 2x berilgan. Demak, bu narsa asosida biz tenglama tuzib olamiz. Demak, adeninlar yig'indisi 260. Demak, ikkinchisi guanin va sitozinlar yig'indisiga o'tamiz. 2x yig'indisi minus 1560. Keyingisi sitozin va guaninlar, ya'ni 0,5x. Oxirgisi timin adenin 0,8 x. Eng jami nukleotlar 2x ga tenglaymiz. Demak, bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, ma'lum va noma'lumdan bir tomonga o'tib qolishimiz kerak. Demak, bu yerda ko'rinib turibdiki, ma'lum sonlar tenglamadan o'ng tomonga o'tishi kerak. 1560, 260, bu yerda 1300 ayiradigan bo'lsak, keyin tenglamada xlar chap tomonda ko'proq, shuning uchun kamni ko'p tomonga o'tib qolamiz. Ayiradigan bo'lsak, bu yerda 1,3x hosil bo'ladi. Demak, tenglamamizda x 1000 chiqadi. Savolda guaninlar yig'indisi so'ralgan. Demak, birinchi zanjirdagi guanga qaraydigan bo'lsak, 1000 minus 780. Demak, bu 220 ta bo'ladi. Ikkinchi zanjirda guanin 0,5x. Ya'ni bu 250 ta. Jami guaninlar hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 470 chiqadi. Javob S variant.